Bolaga o'zini qadrlashni qanday o'rgatish kerak? Bugun butun dunyo bo'ylab bolalar orasida o'ziga ishonchsizlik darajasi keskin oshmoqda. UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, har 3 boladan biri o'zini boshqalar kabi qimmat emasman deb his qiladi. Psixologlar bu ota-onalarning so'zlari va muomalasidagi nozik, lekin kuchli ta'sir bilan bog'lashadi. Misol uchun 9 yoshli qizaloq rasm chizish tanlovida ishtirok etadi, lekin yuta olmaydi. Uyga kelib men chiza olmadim deydi. Onasi esa bexosdan "Ha, keyingi safar yaxshiroq bo'ladi" deb javob beradi. Shu oddiy so'z bolaning yuragiga pichoqdek qadaladi. Chunki bola sevgi va qadrlashni so'z orqali o'lchaydi. Stanford universiteti olimlari shuni isbotlagan. Ota-onasidan muntazam ijobiy baho eshitgan bolalarning prefrontal korteks, ya'ni o'zini nazorat qilish va o'zini baholash markazi faolroq rivojlanadi. Bu ularning o'ziga ishonchini, motivatsiyasini va ijtimoiy moslashuvini kuchaytiradi. Kanadadagi maktablardan esa Self Yours Practice deb ataluvchi mashg'ulotlar bor. Har kuni o'qituvchilar o'zlari haqida ijobiy ibora yozishadi. Tajriba natijasida bolalarda depressiya xavfi 45% ga kamaygani aniqlangan. Shunday ekan savol tug'iladi. Biz farzandimizga har kun uning qadrini eslatyapmizmi, yo'qsa bilmasdan uni solishtiryapmizmi, qadrsizlantiryapmizmi? Bu savollarga mutaxassis bilan birgalikda javob izlaymiz. Bolaga o'zini qadrlashni qanday qilib o'rgatamiz? Har bir farzandning tarbiyasida juda ham katta muhim o'rin tutadi. Bunda har bir bola o'sha rivojlanishidagi ruhiyatiga, o'ziga bo'lgan ishonchiga, qat'iyatiga va kelajakdagi muvaffaqiyatlariga juda ham katta ta'sir qiladi. O'zini qadrlaydigan bola o'zi kim? Bu o'zini qadrlaydigan bolalar o'ziga nisbatan ishonchi yuqori bo'ladi. O'z fikrini hammani oldida baralla erkin ifoda eta oladigan, asosiysi hayotda o'zini o'rni topa oladigan shaxs, bu o'ziga ishongan shaxs hisoblanadi. Agarda bola boshqalarga yoqishni xohlasa yoki o'ziga ishonmasa, muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqib yashaydigan bo'lsa, o'z fikrini bildira olmasa, erkin fikrini bildira olmasa, bunda bu bola ham hayotda o'zini o'rnini topa olmaydigan bola hisoblanadi. Endi psixologik yondashuvni oladigan bo'lsak, mazkur vaziyatga o'zini shu qadrlash hissi bolani tabiatida bo'lmaydi. Aslida bu his tevarak atrofdagilar tomonidan shakllantiriladi. Eng katta shakllantiruvchi kuch esa bu bevosita, uni hammamiz bilamiz, bu bolaning ota-onasi hamda oila a'zolari hisoblanadi. Nega doim xato qilasan? Sen buni ishda uddalay olmaysan. Sendan boshqalar yaxshiroq yoki seni tengdoshlaring yoki o'rtog'ing sendan yaxshiroq. Sen nimaga buni uddalay olmaysan deb murojaat qiladigan bo'lsak, uni siquvga olib, bosim ostiga oladigan bo'lsak, bunda albatta bolada o'ziga nisbatan ishonch yo'qoladi. Xatolik qilish bu o'rganishning bir qismi hisoblanadi. Aslida bu tanlov sizniki. Farzandingizni hech qachon aka-ukalari bilan yoki bo'lmasam tengdoshlari, qo'shni bolalar bilan solishtirmang. Qo'shnining bolasi unday yoki akang bunday o'qirdi, seni yoshingda bu ishni qila olar edi, buni uddasidan chiqardi degan gaplar bilan hech qachon bolaga gapirmang. Bu so'zlar o'zini qadrsiz his qilishga olib keladi farzandingiz. Har bir bola bu takrorlanmas bitta shaxs ekanligini unutmang. Har bir farzandimiz, har bir bola bu takrorlanmas va individual shaxs. Har bir bolaning o'zini xarakteri bor, o'ziga xos xususiyatlari bor. Shuning uchun har bir bolaga o'zini xususiyatdan kelib chiqqan holda muomala qilishimiz bu maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xatolarga to'g'ri yondashing. Xato qilgani uchun hech qachon bolangizni kamsitmang yoki bolangizni urishmang. Aksincha, bu safar sal o'xshamay qolgan, keyingi safar albatta sen buni uddalaysan degan so'zlar bilan bolani ruhlantiring, uni kayfiyatini ko'taring. Har bir harakatini kuzating va uni tinglay olishni o'rganing. Sen hali kichkinasan, sen buni yoshing bunga to'g'ri kelmaydi, sen buni uddalay olmaysan, jim turib tur deyish emas, bolalarimizga qanday o'ylaysan deb kattalardek savol berib, kattalardek muomala qilishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Bolalarga ijobiy fikrlarni ko'proq ayting, ijobiy so'zlarni ko'proq ayting. Men sen bilan faxrlanaman, men sen bilan g'ururlanaman, sen albatta hamma narsani uddasidan chiqa olgansan, bajara olgansan degan mehribonlik bilan ularga muloqotni o'rnating. Agar bugun uni biz kamsitadigan bo'lsak, bugun bolani kelajagini sindirgan bo'lamiz. Agar biz bugun qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsak, unga bugun mehr ko'rsatadigan bo'lsak, biz uni kelajagiga foydavor yaratgan bo'lamiz. Shunday ekan, hurmatli ota-onalar, farzandlarimizdan mehrimizni ayamaylik, munosabatimizni, yaxshi munosabatimizni, ijobiy hislarimizni ayamaylik. Kelinglar birgalikda mana shu bolalarimizni o'zini o'rnini yaratish uchun harakat qilaylik.